Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan adm.sport.uzda test sinovlari uchun ariza topshirgan o'quvchilarni baholashni ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu uchun bizga adm.sport.uz sayti kerak bo'ladi. Saytga kirib olamiz. Bizga quyidagicha oyna ochiladi va bizga viloyat yoki tumandan biriktirilgan sport vazirligi tomonidan biriktirilgan odam tomonidan bizga login va parol berilgan bo'ladi. O'sha login va parol orqali shaxsiy kabinetimizga kirib olamiz. Biz shaxsiy kabinetimizga kirib oldik. Bizda quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Maktabimiz va profil raqami hosil bo'ladi. Chap tomonda bizda ma'lumotlar, ya'ni sinov yo'nalishi, yosh toifasi, sinov me'yori bo'yicha ma'lumotlar olish imkoniyati mavjud. Bizga kerak bo'ladigan bo'lim hujjatlar bo'limi. Hujjatlar bo'limiga kirib, biz ixtiyoriy sport sinovlarini tanlaymiz va yuklanish jarayoni ketadi. E'tibor bering, bazamiz ishladi, ya'ni topshirgan har bir arizalarimiz mana ko'rinyapti, qabul qilinyapti. Baza ish faoliyatini tikladi. Bemalol ko'rib, topshirgan arizalaringizni tekshirishlaringiz mumkin. Menimcha hammasini chiqarib beryapti, ba'zi ishlayapti kamchiliksiz. Xo'p, endi biza yo'nalishlar bo'yicha saralab olishimiz mumkin. Bu bo'limda hammasi, ya'ni hammasi baholangan va baholanmaganlar hammasi ko'rinadi. Baholanganlarga bosganimizda bizga baholangan o'quvchilarni chiqarib berishadi. Men ikkitasini sinov tariqasida baholab oldim. Baholanmagan bo'limida baholanmagan o'quvchilarni chiqarib beradi. Bundan tashqari mobil filtrimiz bor. Sinov yo'nalishi yosh toifasi bilan saralab olsak bo'ladi. Xo'p, biz sinov yo'nalishi bo'yicha ikkinchi yo'nalishdan baholab ko'ramiz. Misol uchun mana shu birinchi o'quvchimizni baholaymiz. Bu uchun oynani sal o'nroqqa olamiz. Agar sizni ekraningiz kattaroq bo'lsa, mana shu to'liq ko'rinishi kerak. Xo'p. Mana bu sariq ikonkada bu ariza topshirgan o'quvchini arizasining holati, ya'ni sariqda turibdi, kutilmoqda. Amallar mana yulduzchaga bosganimizda biz baholash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Baholash oynasi ochiladi. Xo'p, bu yerda 5 ta sinov bosqichi bo'yicha biza baholashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchisi 2 kilogramm to'ldirilgan to'pni bosh ortidan 2 qo'llab uloqtirish. Metr. Oyoqlar yeridan uzilishi mumkin. Bu yerda metrda talab natija me'yori 10 metr bo'ladigan bo'lsa, demak ikkinchi daraja berilar ekan. 11 metr yoki 12 metrda birinchi daraja berilar ekan. 10 metr qo'yamiz buni. Turgan joydan uzunlikka sakrash. Hop, uzunlikka sakrash 210 deb qo'yaylik. 210 santimetr. Ya'ni bu ham ikkinchi o'rin 215 santimetr.
220 santimetr birinchi o'rin. Birinchi darajasi beriladi. Mana bu yerdan natijasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish. 6 yoki 8 santimetrda bu ham. 100 metrga yugurish. 13 soniyada. Kelsa birinchi o'rin. Ya'ni birinchi daraja. Berilar ekan. Arg'imchoqda sakrash 1 daqiqada. 70 marta yoki 60 marta deydi. Bu o'quvchining topshirgan amaliy topshirilgan sinov natijalari orqali sizlar qo'yib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Hamma natijalarni qo'yganimizdan keyin saqlash tugmachasini bosamiz. Saqlash tugmachasini bosamiz va yana ikkinchi yo'nalishni tanlab boyagi birinchi o'quvchini topamiz va yaratilgan holatiga keladi. Bu yerdan biz yana bir tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana buni bosib, baholashdan bosib yana bir tekshirib yoki o'zgartirishimiz mumkin. Hamma natijalarimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tasdiqlash tugmachasini bosamiz. Qabul qilish. Demak, hujjat tasdiqlandi. Hujjat tasdiqlandi va tasdiqlangandan keyin hujjatning ko'rinishi tasdiqlangan ko'rinishga keladi. Va natijalarni ko'rish tugmachasi orqali natijalarni ko'rishimiz mumkin. Endi o'quvchini baholab oldik va o'quvchiga sertifikatni qanday olamiz? Sertifikatni my.sport.uz saytidan biz o'quvchilarni ro'yxatga qo'yayotgan paytimizda telefon raqam va login parol bilan ro'yxatdan o'tkazganmiz. O'sha login parol va telefon raqam bilan mana shu baholagan o'quvchimiz shaxsiy kabinetiga kiradi va sertifikat shakllangan holatda sertifikatni yuklab oladi. Xo'p, u uchun my.sport.uz ga kirib olamiz. my.sport.uz ga kirib olamiz. my.sport.uz ga kirib olamiz. Ro'yxatga olish tugmachasini bosamiz. Bu yerga o'sha boya baholagan o'quvchimizning telefon raqami va parolini kirgizamiz. Videoni pauza qilib turaman. Va biz shaxsiy kabinetga kirib oldik. Baholagan o'quvchimizning shaxsiy kabinetiga kirib oldik va bu yerdan mening arizalarim bo'limi tanlanadi va jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarida ishtirok etish uchun ariza bo'limi tanlanadi. Va bu yerda bizning arizamiz qabul qilingan holati va mana bu pastrog'ini qarasanglar, sertifikat bo'limi chiqqan bo'ladi. Sertifikat bo'limini bosganimizda sertifikatni avtomatik yuklab beradi. Yuklab berish kerak. Mana sertifikat yuklab berildi. Sertifikatni ochib ko'ramiz. Nihoyat bizga sertifikatning PDF variantini yuklab berdi. Xuddi shunaqa qilib o'quvchilarni baholab, sertifikatlarni yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Bundan da foydali videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.